Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ninja Uzubi kanali. Bugun bizlar konturdagi life hacklarni ko'rsatadigan bo'laman. Bo'lmasam bizlar ketdi. Masalan, bizlar yuqoriga chiqib olamiz pichoqda. Ular ham pichoqda bo'ladi, lekin ular bizga tega olmaydi pichoqda, lekin bizlar ularga tega olamiz. Shunday life hacklarni ko'rsataman. Birinchi karta bu house, bo'lmasam bizlar ketdi. Bu life hackni o'xshatish uchun bizga qilich kerak bo'ladi. Va bu qilichdan mana shunday yuqoriga chiqib olamiz. Mana shunday sharsharaga va shunday sarginagina yaqinlashamizda shunday qilib uraveramiz va ko'rib turganingizdek bu birinchi life hackimiz bizda o'xshaydi. Mana tegib turibdi, osongina o'ldiraverasizlar. Agar shunday tegmay qolsa, mana shunday yaqinlashadiganni bosasizlar o'ldiraverasizlar. Bu bizning birinchi life hacklarimiz edi. Mana shunday turib o'ldiraverasizlar. Endi shunga o'xshash ko'p kartalardan ko'rsataman do'stlar. Endi bizlar desert kartasidan ko'rsataman. Desertda juda ham ko'p do'stlar. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Bu birinchisini ko'rsataman. Birinchisi bizda mana bu joy bo'ladi. Shu joyga uchib chiqib olamiz va mana ular bizga tega olmaydi. Bizlar esa o'ldiraveramiz. Mana ko'rib turganingizdek bu birinchisi o'xshadi. Va keyin ana u bor-ku, mana shu quti. Keyin shu yoqqa ham ko'rsataman. Mana shu yoqqa turib olamiz. Xo'p, turib olamiz. Mana keladi va o'ldiraveramiz. Mana ana u ham kelsin hozir. Mana ko'rsataman. Mana tegadi. Endi esa desertni mana bu joyga mana hozir mana shu joyga uchib kirib olamiz va mana shunday kelamizda mana shunday qilib salbat tegib ketdi do'stlar, tegib ketdi. Bu bot bizda quturib ketdi do'stlar, quturib ketdi. Mana shunday joyda mana tegib turibdi. Mana bu life hack ham o'xshadi. Endi keyingisiga ketdik. Bunda esa mana bu joyda bo'ladi. Bu joyga mana shunday qilamizda o'tiradigan bilan hozir sizlarga buni qanday qilib chiqishlikni ko'rsatib beray. Xo'p, sizlarga ko'rsataman buni qanday qilib chiqishlikni. Keyin shu joyga chiqib olasizda ko'raverasiz. Mana bu ikkita mana shunday joy bo'ladi. Shuni salgina o'rtaroqindan yurasizlar. Mana o'rtaroqindan yurasizlar, sakraydigan bilan o'tiradiganni bosib qolasizlar. Mana ko'rsataman. Voy, hozir. Hop. Hozir chiqib olay. Shunday qilib yana boyagi 3-qutiga o'rgatganday chiqaraverasizlar. Xo'sh, mana shu joy, mana o'salgina o'rtaroqdan yurasizlarda sakraysizlar. Mana chiqdik do'stlar, mana. Keyin esa botlarni chaqirasizlarda fu qilib mana shunday joydan otib o'ldiraverasizlar. Endi keyingi kartaga ketdik do'stlar.
keyingi lifehack karta. Bu lifehackimiz sirli joy deb ham qo'yaveraylik. Mana do'stlar, bu ham lifehack, bu ham sirli joy deb ataladi. Bu joyda ham botlar chiqa olmaydi, lekin siz bu joyda pichoqda o'ldira olmaysiz. Lekin krisalanmakda yaxshi bo'ladi. Krisalanib, masalan, berkinmachoq o'ynaganda yaxshi ketadi bu joy. Do'stlar, yoki bo'lmasam krisalanib otmoqqa yaxshi bo'ladi. Lekin men hozircha chiqolmay turibman. Xo'sh. Shunday qilamiz. Va o'tiradigan bilan sakraydiganni bosamiz. Voy, o'xshamay qoldi. Do'stlar, kechagiday ana Nev desertda ko'rsatgan joyimga chiqib ko'rdinglarmi? Shuni men kim chiqqan bo'lsa, men chiqdim deb kommentga yozib ketinglar. Mana birinchisiga chiqdik. Va ikkinchisiga mana shunday qilib sakrab o'tib ketamiz. Mana do'stlar, o'tdik. Endi esa shunday qilib otib turaverasan. Shu joyga yashinasan-da, sha qilib o'tasan. Lekin do'stingiz bu joydan maniak o'yinini o'ynaganda mana shu joyga kelsa, sizni do'stingiz o'ldira olmaydi. Uchun mana bu joydan chiqish kerak bo'ladi. Sizlar u chiqqani bilan, mana bu joyga chiqqani bilan qachon qochib ketasiz, shu bilan sizni yana berkinib olasiz, keyin yana topa olmay qoladi. Xo'sh, endi yana qaysi karta qoldi bizda? Xo'sh. Bizda qaysi karta qoldi? Yaxshi. Ha, do'stlar. Men kecha mana buni Fast Story'dagi yana bittasini ko'rsatmagan edim mana. Bu joyda murli bo'ladi, bu joy murli. Lekin u joyda ham qotib qolasizlar do'stlar, lekin bu uyni emas. Bu joy ham sirli joy. Lekin bu sirli joyga umuman kirmaydi bu. Mana shu joyning ichiga kirib olamiz. Oppa. Bizda bu o'xshadi. Va o'q ham tegadi, lekin bu joyga yo'q. Voy, xato qilib qo'yibman men do'stlar, Do'stlar, kechirasizlar. Men xato qilib qo'yibman, bu joy emas edi. Mana bu joy edi bu. Oppa. Mana shunday qora joy bo'ladi. Shuning ichiga kirib olish kerak. Lekin kirib bo'lmay qoldi. Qanday qilib kirib bo'lmadi do'stlar? Kecha men kirgan edim, lekin. Bu joylarni ko'rgan edim. Kecha men kirgan edim. Ha, mana bu joydan kirar eding, qora joydan emas. Xo'sh. Do'stlar, yo'q, ketib qolmang. Voy. Nega men xato qildim? Nega sen xato qilding deb o'ylaysan? Chunki men xato qildim.
mana bu joyda lekin qotib qolasiz. Toyib ketmasangiz albatta. To'xta. Mana. Ham degan bu joyda. Qaysidir mana bu joydan bitta kriza kelsa, shu qilib ustidan o'taverasiz. Buni sirli video qilib chiqarib beraman. Sirli videoni bu ikkinchi qismi bo'ldi do'stlar. Mana shunday video bo'ldi do'stlar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Do'stlar, yoqmagan bo'lsa ham like bosinglar do'stlar. Sizlar bilan Ninja UZB kanali bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Sog' omon bo'ling.